Ko'rib turganingiz shunchaki oddiy o'yinchoq emas. Orbotix Sphero 2 masofadan turib boshqariladigan koptok. U poyga, golf, bowling va yana ko'plab o'yinlarni o'zgacha tarzda o'ynash imkoniyatini berib, sizni aslo zeriktirib qo'ymaydi. Orbotix nafaqat sizni, balki uy hayvoningizni ham sevimli o'yinchog'iga aylanishi mumkin. Buning uchun mobil telefoningiz yoki planshetingizda maxsus dastur o'rnatilgan bo'lsa bas. Ushbu koptokni Bluetooth yordamida 10 metr masofadan boshqarish mumkin. Og'irligi 168 gram bo'lgan sfera diametri 74 mm. U soniyasiga 7 metr masofa bosib o'tadi. Robokoptokda maxsus svetodiodlar ham o'rnatilgan bo'lib, uning rangini bir zoomda o'zgartirish mumkin. Afsuski, Orbotix Sphero chim ustida harakatlanishga biroz qiynaladi. Ammo suvda yaxshi suza oladi.